O'zbek Respublikasi tabiiy suv havzalarida baliq ovlash qoidalarini tasdiq to'g'risidagi qaroriga asosan 86 sonli qarori hamda O'zbek Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi Milliy qo'mitasi raisining 80 sonli buyrug'iga asosan O'zbek Respublikasining barcha suv havzalarida, ya'ni kanal, soy, ariq barcha suv havzalarida 16-apreldan 31-maygacha bo'lgan muddatda baliq ovlash taqiqlangan. Bu degani baliq uchish davrida sport ishqibozlik turi, ya'ni qarmoq yordamida ham baliq ovlash taqiqlangan. Hurmatli fuqarolarimizni iltimos qilamiz, shu baliq uchish davrida tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishligini hamda taqiqlangan muddatda baliq ovlashni amalga oshirmasligini so'rab qolamiz. Hozirda tabiiy suv havzalar baliqchilik rivojlantirish maqsadida Toshkent dengizi, ya'ni Tashmuriyda biotexnik tadbirlar amalga oshirilishi davomida 50 ming dona sazan, zog'ira balig'i tabiiy suv havzaga, ochiq suv havzaga qo'yib yuborilayotgan holati mana ko'rib turibsizlar. Bundan maqsad faqatgina shu tabiiy suv havzalarida baliqlarni ko'paytirish maqsadida ko'zda tutilgan. Do'stlar, hammalaringiz eshitdinglar. Yana bir bor oddiy qilib tushuntirib o'tamiz. Ko'pchilik savollar bo'lyapti. Oddiy ariqlarda, tashlamalarda, to'g'rimi ustoz? O'zbekcha tushuntirganda, paplotga ham umuman qarmoqda hech qayerda baliq ushlash taqiqlandi, xudo xolasa. Bu faqat o'zimiz uchun yaxshi yigitlar, buni yomon yo bir yomon tarafini ko'rish kerak emas, chunki bu baliq ko'paysa ertaga o'zimizga yaxshi mazza qilib baliq ushlaymiz. Ko'rasizlar, o'zi baliq kamayib ketgan paytda mana shuncha harakat qilib mana 50 mingdan oshiq baliqlarni suvga tashlashyapti. Bu taqiqlangan muddatdan hozir kuchaytirilgan ekologiya nazorat tadbirlari ekologiya bosh boshqarmasi tomonidan red tadbiri amalga oshirilmoqda. Shu munosabat bilan noqonuniy baliq ovlash chorasini ko'rmaslikni so'rab qolamiz. Ishtiroklar ham qancha katta summa adashmasam. Taqiqlangan vaqtlarda baliq ovlash eng kam haqini 25 barobardan 50 barobargacha, 50 barobar 75 barobargacha jarima solishga sabab bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana shuncha mehnat, shuncha harakat, shuncha mablag', shuncha texnika ovora, shuncha yigitlar mana yomg'irda mana ishlayotibdi. Shularning mehnatini ozgina hurmat qilgan holatda, ozgina sabr qilib tursak, xudo xolasa, ovimiz bundan ham zo'r bo'ladi. O'shaning uchun endi brakonyerlardan iltimos qilib qolamiz. Endi mana bu mayda baliqlarni qirish bu hech qaysi qoidalarga to'g'ri kelmaydi. Tabiatni ehtiyot qilaylik. O'zimiz uchun o'zimizni asrashimiz kerak bo'ladi. Baxtli bo'ling.